vayron bo'lib, shirkat qurib, ziyon tortib, nurg'un tajribalarga ega bo'ldik 4 yildan so'ng. Hamda hammangizning xabarda va shaxsan mening hurmatim bor tijoratchilar orasidagi men cho'ng bo'ladigan ham men herib qolgan vaqtlarimda shu akamizni qarab turib o'zimni taqinbek tirishish o'tamni kuchaytiradigan bilpoldanglar kim u sizlarcha tajriba egallab chiqamdoq mangdoq aras uni keyin men gaz rutiningmi ta'mini qanday bo'pti gazingdan so'raymiz qanday taklif fikrlari bor diqqat qilishim kerak mangdoq Gazın kamdaki cepalarını görüp bakamdoq neticelerini. Aka qanday ahvolingiz yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Bilaman. Nima ish qilmaysiz? Ziyorat qildim. Sizni ustoz qilayman. Xo'sh, Yangi ishxon ko'chib oldingizmi? ishxonni bir ko'rsataymi? Mayli. Mana bizniki kelgan do'stlarni jeday qildigan. Ha. Yana jedayda tingsimiz bu. Kelgan bolalar, mehmonlarni boshdan singlimiz chiroyli kutdi. Kutgandan keyin kimni izlaydi, qanday ish bor deb so'rab bo'lgandan keyin anda quturish qildi. Meni kutib bo'lgandan keyin o'tirib turgan mehmon bo'lib qolsa, menga kirdi. Saqlab turing kazon aldirash degan yerlarda. Ha, mana. Qildik melimiz bor. Bizning maxsus atir sotadigan Jibojan. Bizdan bir 30 necha xil ishlab chiqargan atir bor. Mana Jibojan, buzilib qolgan. Jibo qilyapti mana. Vallo jibo qilyapti mana. Alloh atiri. Ha, endi qilmoqchiga 5000 topdi. Mana Jibojan. Mana maxsus atirdan Jibojansiz. Sizlar atirsizlar majbur kirimmi? Yo hech qanday. Ne kirma? Mishal qilsam bo'ldi. Kasbiy Jibojanda mana maxsus atirlar sotadigan Jibojan. Mana bizning yig'in zalimiz. Vallahi yig'inda balla yig'in ichib turadi. Mana bu bizning maxsus kiyim-kechak sotadigan Jibojan bilan kiyim-kechak zalimiz. Sizlarga qo'ylasam taqimdak besmim yig'ilib ketdi ya. Adimizdan birisi yuvast ko'z mal sotuvchi kunni mishada turib bir ekran bo'ldi. Bu cho'ng jibo qilsak, ko'nglinchini anada o'qiydigan. Anada o'qiydi. Odat normalda 4 tal ekran bo'ldi. Mana bu bir ekranni oldi. Mana kichikiltirilgan oldi. Mana bir apparat bo'ldi. Cho'ng jibojanda normalda o'ngdimi cho'ng, cho'ngni ko'rsatib qo'y. Mana da hamma narsa bor. Normal cho'ngima. Mana da hamma mahsulot sota olamiz demoqchida, bunda butkul mahsulotlarning hammasini sotqili bo'ladigan jibojanning birisi. Atigida o'rgan ba'zi joylarga qarab. Eng uzun o'tirib baqqan vaqtlar necha soat? 7 soat, 8 soat. Jiqamaysiz. Unda men qottiribdilar. Uyqum kelib, uxlab qolsam yana necha o'tirlamasman. Yirib qolganda his qilmayman ba'zan. Odam tursam yirib qolmanda. O'xshash yarimiz, asaqmi. Mana bizningki shu ishxona rayoni. Ishxona rayonida hozir Her bir kompüter bayağı da birden adam çok bağımlı. 48 adam oturup muqim o'tirgan ma'muriyat xizmat qilgan adamdan 48 var. Mana 48 adamdan qilgan har birisining xizmati bor. Masalan, kiyim-kechak rayoni, film tartish korpus rayoni, bizningki qisqa filmlarni kesib turib mal setish rayoni, rahat yemekliklarni ishlab chiqarish rayoni, andaki ma tarafda bizning boshqa mahsulotlarni ishlab chiqarish, andaki moliya bo'limi, moliya nazorati. Yana bir jibojan bor. Bu hamda asosligi kirim buyumlari. Balını hiç qaz bir kun beka qilmaydi. Hammasi o'zining ishini qildi. Hozir miyada o'tirgan muqim odam 48. Skladda bizning 3 yerda sklad bor emasmi? Har bir yerda Yunsanda biz 20 dak odam ishlaydi. Kiyim-kechak skladda 10 necha odam ishlaydi. Uning shoferlar bo'ldi, mashina yuk tashiydiganlar bo'ldi degandek. Mana bu ma'muriy xizmatlarni qildigan xodim tatbamiz mishadi. Ashxona atrofda tubish qilamiz. Ashxona chiqib ko'rsataymi? Yapaldı. Mişerki valla. Mişe tushlik tamoqni, xizmatchi bolaning hammasini tamoqni yeydi. Ashxonamiz bor. Tamoq tushadi deymiz, shu yerda tamoqni yeydi. Sirtda tamoq yemaydi. Mana bu bizning ishxona degan mehmonlar bor, sizlar kelib qolinglar. Keling.